Shoshilinch xabar. Putin o'ladimi? Butun dunyo Putinni tanlamoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturimizda Rossiya va Ukraina Turkiyada muzokara o'tkazadi. AQSh Ukrainadan ko'ra Rossiyani tanlamoqda. Zelenskiy. Putin yaqin orada o'ladi. Zelenskiy shunday dedi. Oq uy va Rossiyaning Sumiga qilgan raketa zarbasidagi munosabat bildirdi. Tramp yana yangi bojlar e'lon qilmoqda. Tramp Turkiyaga borishi mumkin. Bu muzokaralar qancha davom etadi? AQSh siyosiy rahbariyati Ukrainadagi urush voqealarining ruscha talqiniga quloq tutmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 13 aprel kuni e'lon qilingan Amerikaning SB telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Menimcha afsuski AQShda rus talqini ustunlik qiladi. Qanday qilib bizning qurbonlarimiz va azoblarimiz guvohi bo'lasiz. Ruslar nima qilayotganini tushunasiz va shu bilan birga ular bosqinchilar emasligiga, bu urushni ular boshlamaganiga ishonasizmi? Bu Rossiyaning axborot siyosatining Amerikaga, AQSh siyosatiga va amerikalik siyosatchilarga katta ta'siridan dalolat beradi. Prezident Tramp kuchli davlatning kuchli prezidenti sifatida Ukraina tomonidan bo'lishi kerak. Menimcha Amerikaning bartaraf bo'lishi istashi noto'g'ri, deydi Ukraina prezidenti. Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampga Ukrainaga kelishini taklif qilganini tasdiqlagan. Keling va odamlarni tinch aholi, askarlar, shifoxonalar, cherkovlar, o'lgan yoki yaralangan bolalarni ko'ring, deydi u. Ukraina prezidenti AQSh jurnalistlari bilan birgalikda yaqinda Rossiya raketa zarbasi oqibatida 20 kishi, jumladan 9 bola halok bo'lgani, Krivoy Rog shahridagi bolalar o'yingohga tashrif buyurdi. Suhbatning o'zi shahar maktablaridan biridagi bomba panasida bo'lib o'tdi. U yerda darslar uchun sinf xonasi tashkil etilgan edi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Krivoy Rogga hujum Rossiyaga ishona olmasligimizni anglatadi, deydi u. Bu biz Rossiya bilan muzokaralarga ishona olmasligimizni anglatadi. Xalqimiz eng yuqori tovonni to'lamoqda. Narx yuqoriroq bo'lishi mumkin emas. Biz bor pulimizni berdik. Moliyaviy jihatdan bor narsamiz, lekin eng muhimi biz xalqimizning hayotini berdik, deydi u. Zelenskiyning ishonchi komilki, Rossiya prezidenti Vladimir Putin nafaqat Ukrainani, balki boshqa davlatlarni ham egallab olmoqchi. Joriy yilning 15-16 aprel kunlari Turkiya poytaxti Anqara shahrida Rossiya va Ukraina delegatsiyasi vakillarining Qora dengizdagi xavfsizlik masalalari bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tadi. Bu haqda Turkiya Milliy mudofaa vazirligidagi manbalarga tayanib SNN Turk xabar berdi. Nashr uchrashuvda aynan kimlar ishtirok etishi va u to'g'ridan-to'g'ri bo'ladimi yoki Ummondagi Eron-AQSh muzokaralari kabi bilvositami, bunga aniqlik kiritilmagan. Moskva va Kiyev ham ushbu uchrashuvga o'z vakillarining tashrifi haqida rasman xabar bermagan. Yil boshidan buyon tomonlar vositachilar orqali muzokaralar olib bordi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ehtimoliy o't ochish to'xtatish munosabati bilan Qora dengizdagi xavfsizlik masalalari bo'yicha uchrashuv 15-16 aprel kunlari Turkiya harbiy dengiz kuchlari qo'mondonligi shtabida bo'lib o'tadi. Unda xorijiy davlatlarning harbiy vakillari ishtirok etadi. Qora dengizda tinchlikni saqlash uchun harbiy rejalashtirishning harbiy dengiz jihati muhokama qilinadi. Oq uy Rossiyaning Sumiga qilgan raketa zarbasiga munosabat bildirdi. 13 aprel kuni ertalab Ukrainaning Sumi shahriga qurolli kuchlar tomonidan berilgan raketa zarbasi Ukrainadagi urushda tinchlik muzokaralari zarurligini kuchli eslatib turadi. Bu haqda o'sha kuni kechqurun AQSh Milliy xavfsizlik kengashining rasmiy vakili Brian Hughes bayonot berdi. Sumiga qilingan raketa hujumi Prezident Donald Trampning bu dahshatli urushga barham berishga bo'lgan urinishlari nima uchun hal qiluvchi pallaga to'g'ri kelgani haqida aniq va kuchli eslatma bo'ldi, deya uning so'zlarini keltirdi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Marco Rubio xuddi shunday fikrlarni gapirgan edi.
Bu prezident Tramp va uning ma'muriyati nega bu urushni tugatish va mustahkam tinchlikka erishish uchun ko'p vaqt va kuch sarflayotgani haqida eslatma edi, deydi u. O'z navbatida Oq uy rahbari Donald Trampning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg o'zining X sahifasida Rossiya qo'shinlarining Palm Sunday kuni Sumidagi fuqarolik obyektlariga hujumi barcha odob axloq chegaralarini kesib o'tdi deb yozib qo'ygan. Sobiq harbiy sifatida u maqsadli zarbalar nima ekanini tushunishini va ular noto'g'riligini, shuning uchun ham prezident Tramp bu urushni tugatish uchun qattiq harakat qilayotganini qo'shimcha qilgan. Trampning o'zi esa Rossiyaning Sumiga raketa zarbasini izohlar ekan, buni dahshatli voqea deb ataydi u. Shu bilan birgalikda Putin tez orada o'ladi, deya ta'kidlamoqda Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning jurnalistlarning Rossiya rahbari oldidagi ustunliklari haqida savoliga javob berar ekan, uning tez orada o'lishini ta'kidlaydi. Bu haqda Strana xabar berdi. Putin tez orada o'ladi, bu haqiqat. Va uning tinch va omadsiz tarixiy hayoti nihoyasiga yetadi, deydi Ukraina prezidenti jamoat telekanallariga bergan intervyusida. Rossiya prezidenti oldidagi ustunliklari haqida so'z yuritar ekan, Zelenskiy o'zi yoshini ustunlik sifatida keltirgan. Men Putin bilan solishtirganda yoshman. Menga pultika beringlar. Mening istiqbolim yaxshiroq, deya qo'shimcha qilgan Zelenskiy. Nashrning yozishicha, bundan avval ham Zelenskiy G'arb ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Putinning tez orada o'lishi haqida gapirgan edi. Men hayotni va erkinlikni yaxshi ko'raman. Shu sabab men erkinlik uchun kurashmoqdaman. Menda vaqt bor, lekin unda yo'q. U albatta tez orada o'ladi, lekin men hali yashashni, yurishni xohlayman. Siyosatdan keyin dunyoni kezish qiziq bo'ladi. U esa bunday imkoniyatga ega emas, degan o'shanda Ukraina prezidenti. Shunga o'xshash bayonot Zelenskiy tomonidan Netflixning Mening keyingi mehmonim tanishtirishga muhtoj emas, dasturxonda emas, maxsus sonda ham aytib o'tilgan edi. O'shanda Zelenskiy agar Vladimir Putin o'lsa, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi ham tugashi, chunki Rossiya institutlari faoliyati to'xtashi va siyosatchilar ichki muammolar bilan band bo'lib qolishini aytgan edi. Shuningdek, u Rossiya prezidenti o'limidan qo'rqishini, shu bois Ukrainada yadro qurollaridan foydalanmasligini ham ta'kidlab o'tgan. Men uning yashash istagini ko'rganman. U hayotni juda yaxshi ko'radi. U hatto uzun stol ortida o'tiradi. Covid yoki boshqa kasalliklarga chalinishdan qo'rqadi. Bu esa uning o'limdan qo'rqishini va hayotni sevishini anglatadi. Men u yadro qurolini qo'llashga tayyor ekaniga ishonmayman, deydi Ukraina prezidenti. Ma'lumot o'rnida Rossiya yetakchisi Vladimir Putinga hozirda 72 yosh, Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy esa 47 yoshda ekanligi aytib o'tilgan. Barcha urushlar yakun topishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz sizga eng so'nggi yangiliklarni e'lon qilamiz.